Kechikkan qasosda endi Jizzax shahrida bank boshqaruvchisi va uning oila a'zolarining o'ta shafqatsizlik bilan o'ldirib ketilishi bilan bog'liq mudhish va sirli qotillikni tergov qilishga kirishadilar. Kitobga nuqta qo'yar ekanman, bundan 5 yil avval sodir bo'lgan bir voqeani yana bir bor eslashni joiz topdim. Faxriddin shuncha yil ishlab, qanchadan qancha jinoyatlarni tergov qilib, ne g'aroyib voqea va hodisalarning shohidi bo'lganiga qaramasdan bunaqangi xunrezlikni eshitmagan edi. Odamni o'ldirib, keyin murdani yoqib yuborish, bu ham yetmaganday mayitning kuyib kulga aylangan qoldiqlarini qabristonga olib borib ko'mish kimga kerak? Mayli, qotillik uchun biron bir sabab bordir, ammo o'likni yoqib yuborishdan nima naf? Balki marhumning shaxsini aniqlash imkonini yo'qqa chiqarish uchun ataylab shunday qilingandir. Tog'oyevlar xonadonining barcha a'zolari mudhish qotillik qurboniga aylanishdi. Ularning bunday ayanchli taqdiriga boylik sababmi yoki ketma-ket sodir etilgan jinoyatlar ishtirokchilari kimlar? Yoki bu bitta odamning ishimi? Qissadagi qahramonlardan biri Maryam nima uchun o'zini qariyb 20 yil davomida karlikka, gunglikka solib yurdi? Ne'matullaning baxtli oilasiga ko'z tegdimi? Yoki ular ham baxtsizlik qurbonlarimi? Tergovchilar Faxriddin bilan Sanjarbek nima uchun aynan 20 yil avvalgi jinoyat sabablarini o'rganishga bel bog'ladilar? Qo'lingizdagi kitob qahramonlari jinoyat olamining aynan shunday nihoyatda chigal va nihoyatda murakkab muammolari va sirlariga yechim izlaydi. Duolar yoritgay uylaringizni, jannatlardan qilsin joylaringizni, hayotingiz shamin bevaqt o'chirgan g'animlar o'pgaylar poylaringizni. Allohsiz tarafda tinch yoting ota, jannatdan joylar aylasin ato, kelmoq ham ketmoq ham xudodan voley, qimmatga tushgaydir yov qilgan xato. Sirli qotillik, yillar davomida yashirin qolgan haqiqat va kechiksada qaror topadigan adolat. Komil Sindarovning Kechikkan qasos asari sizni murakkab tergov, kutilmagan burilish va hayajonli voqealar olamiga chorlaydi. Tog'oyevlar xonadonida yuz bergan mudhish qotillik ortidagi jumboqlarni tergovchilar Faxriddin va Sanjarbek izchil ochib boradi. Har bir sahifada yangi sir, har bir bobda yangi shubha sizni kutadi. Agar siz detektiv janrini sezuvchi kitobxon bo'lsangiz, Kechikkan qasos siz uchun ajoyib tanlov. Kutubxonamizga tashrif buyuring va ushbu hayajonli asarni mutolaa qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.